bitta to'yga $8000 chiqargan G'aybulla Tursunov haqida 3 ta fakt. Birinchisi, u 1994-yil 3-yanvar kuni Namangan viloyatining Shohtoq tumanida tug'ilgan. Ikkinchisi, uning bitta tadbirga chiqish narxi $15000 bo'lib, unga eng katta mashhurlik olib kelgan qo'shig'i Janona qo'shig'i hisoblandi va u YouTube platformasida 258 million martadan ortiq tomosha qilingan. Uchinchisi, yaqinda Rich Keramik asoschisi Shohruxxon Yakubov jamoasi G'aybulla Tursunovning ilk yakkaxon konsertida maxsus qo'lda yasalgan keramik lagan sovg'a qildi. Videoni yaqinlaringizga ulashing va sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Shu videoni ommaga olib chiqqan insonlarga tushuntirib qo'yardimki, hozirgi holatda chekka-chekka qishloqda bir-biridan nonga zor bo'lib o'tirgan o'zbegimiz, o'zimizning o'zbek xalqlarimiz. Oddiy sodda tushuntirib o'tib ketaman. Qanaqa haqqinglar bor ommaga sizlar narx-navolarni olib chiqishinglar. Instagram sizlarga bu platforma bir biznes platformasi emas yoki sotuv platformasi emas. Sizlarning hech qanaqasiga haqqinglar yo'q. Ommaga narx-navoni olib chiqishinglar. Birinchidan, G'aybulla Tursunov $8000 to'yga chiqadi deb gapiryapsizlar. Bir oyga hisoblasa $248,000 bo'lyapti. Bu degani $248,000 bir oyda ishlab topgan inson Toshkentda hududida yasha olmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, tadbirga chiqargan bitta o'tkazilgan tadbir $15000 deyapsizlar. Bu kerak bo'lsa, mana degan Michael Jackson kerak bo'lsa, bunaqa grandiozniy summalarga $15000 ham yurmagan kerak bo'lsa, kunlik daromadi $15000 qatdan olasizlar. Shunchalik sizlar dahomisizlar deyman-da, u narx-navolarni ham katta baholarni berishinglarga. Men bundan qarshiman, iloji bo'lsa buni ko'rib chiqinglar, iloji bo'lsa sudga olib chiqib, ommaga ko'rsatishinglarni talab qilardim. Kattakon rahmat.